Assalomu alaykum, yana bir bor Cherryade Master obunachilari. Bugungi obzorimizda aytib o'tganimdek gibrid avtomobilimizda sizga test drive qilib hamda funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz to'laqonli, polni bak benzin, polni bak elektrda 1400 kilometrda bosib o'tadi. Bu degani Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr deganda bemalol borib kelishga yetadi sizga. Avtomobilimiz qora rangda, jemchug rang hisoblanadi. Bu avtomobilimiz eshiklari uji ochiq. Salon qismiga bitta ozgina e'tibor beramiz. Salon qismimiz juda zo'r. Salon qismi juda zo'r, juda estetika e'tibor bilan ishlangan. Tak, mashinaga birdan o'tirdik. Kelgandan keyin qolgan narsasini ko'rsatib beraman. Bitta interyeri bilan tanishib o'tamiz. Katta monitor, голосовое управление, multirul, head-up display. Rulda ko'rsangizki, multirulda hamma qulaylik mavjud. Rejim yizdi, bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingisi Eco hamda hybrid sistema. Ochamiz, xolodilnikchani ko'ramiz. Bu yerda xolodilnikcha bu nimada salfetka bor ekan. Suv yaxlatgichlar, quvvatlagich. Buni qarang, buni ochilishini qarang. Hoppa. Bularga bitta e'tibor beramiz. Hop, hop. Eng asosiysi mana panoramachani bitta sizlarga ochib ko'rsataman, qanday ochiladi. Katta panorama. Katta. Lukchasini ham bitta ochsak bo'ladi. Qarang, lukni kattaligiga qarang. Kallam chiqarib ham bunday qilib haydab ketsam ham bo'ladi, chunki bu panorama har kimda ham emas-da. Keyin bu avtomobilimiz hozirgi kunda bemalol sotuvda mavjud bo'lib to'lashga ham. Endi bu avtomobilni bitta haydab ko'rsatib, o'zimni fikrimda aytib o'taman. Unchalik juda ham katta avto emasman, ekspert emasman obzor qilish uchun. Bu avtomobilimiz o'zim Jizzaxga haydab borganim uchun 100% ayta olaman. Mana kamerasini bitta ko'rsating, qanaqa tiniqligini. 360 ga xohlasam yonidan ko'raman. Xohlasam bu yonidan, xohlasam tepa kameradan ko'raman. Xohlasam pastini ko'raman, xohlasam orqasini ko'ra olaman. Orqasini ko'rmoqchiman. Ko'ryapsizmi qanday? Premium avtomobillarga o'xshab skorost rechagi bu yerda bo'ladi. Ketdik, bitta sizlarga yumshoqligi bo'yicha men bitta aytib o'taman. Yo'lga chiqamiz hamda salgina sizga tushuntirib o'taman. O'zini yo'lda tutishi juda ham zo'r mana. Bu avtomobilimizda повседневный kunda foydalanamiz o'zimiz ham. Sinov mashinamiz juda yumshoq, juda pavorotniklarni yo'qsiz, avozchalari tuk 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 qiladi. Bosishlari, tortishlari, razgonlarini hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana tortishini qarang. Chiyillab ketadi bu avtomobilimiz. Bu hali men adaptivniy cruise kontrolni yoqmaganman. Cruise kontrol ana endi yondi. Cruise kontrolni yoqdik. Bemalol boshqarib ketadi. Rulni faqat ushlasangiz bo'ldi, o'zi boshqarib ketaveradi. Tak. Bu avtomobilimiz uzoq yo'lda hech qachon charchatmaydi. Massaj sidenya funksiya mana rulni burganingizda birdan kameralar ko'rsatadi sizga. Navigatorlar o'zini ichida navigatori ham mavjud mana. Полностью temalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Пожалуйста, продолжайте. Cherry, открой окна. Хорошо. Marhamat. Oynalar ochildi. Cherry. Cherry. Закрой окна. Хорошо. Oynalar yopildi. Ko'rsangiz agar. Привет. Cherry, включи радио. Включаю для вас радио сейчас. Marhamat. Cherry. Привет, Cherry. Говорите, пожалуйста. Можешь включить круиз-контроль? Кондиционер включен. Спасибо. Bu голосовой управленияda avtomobilda barcha sizga kerak bo'layotgan qulayliklarda голосовой управленияda rulda o'tirganingizda boshqarsangiz bo'ladi. Bu avtomobil 2 xil turda zaryad qo'ysangiz bo'ladi. Misol uyga kelganingizdan keyin 220 voltda 8 soatda 100% ga to'ladi. Bunaqa tok bor, qimmat, nima deydi, katta voltlik zaryadda esa 10-15 minutda undan ham tez zaryadga to'ladi. Chunki bu avtomobilimiz juda ham tez zaryad olish xususiyatiga ega.
Rulni ko'ryapsiz, mana rulni burganingizda, поворотникlarni yoqqaningizda уже sizga polnotsenniy ko'rsatib beradi. Tak, rulni buramiz. Konditsionerlari ham juda salqin havoni beradi hamda tez sovutadi. 7 o'rindiqlik oilaviy crossover hisoblanadi. Slipoy zonalari ham juda tiniq ishlaydi. Bu avtomobilni xarid qilgan mijozlarimiz hozirgi kunda juda ham minnatdor. O'zim menejer bo'lib ishlagan vaqtimda bu avtomobildan bir 10 tadan ziyod sotganman. Tajribam 2 yillik tajribam asosida har bitta mijozimga tavsiya qilganimda mijozlarim har haydab ko'rganidan keyin o'zi rahmatlarini aytib ketishgan, chunki bu avtomobil juda ham qulaylik, juda ham zamonaviylikka ega. Masalan, mana rejimlari eko, sport, standart. Ko'rsangiz agar bosa-bos deydi. Aka, meni bossing deydi bu avtomobil. Bu avtomobilimizda qulayligi, funksiyalari juda ham zo'r, aytib o'tishga til ojiz, ko'p vaqt ham oladi. Biz buni sizga qisqacha tushuntirib berishga harakat qildik. Bu avtomobilimiz bo'lib to'lashga 30% bilan to 60% gacha bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like-ni tirs-tirs qilib qo'yinglar. Instagram sahifamizga ham obuna bo'linglar. Biz bundan xursand bo'lamiz. Sizlar bilan ADM Master Cherry Cho'pon ota jamoasi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.